Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben patlıcık balvan. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来这是给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们，大家在睡觉，打起翡翠，是向世纪。Oğlunu konuq düşürüşünü bilmeymen. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizga uxlash yeri keldi. Patlıcık balvanın maşinası yutib ketdi. Giri başta çiçotkısını tapamadı. Hem de kitabını tapamayotudu. Agar biz tezroq bo'lmasak, cho'qim tuxum poshkilini yasashga yordam berolmaymiz. Shundoq, mening bu rekordni buzib o'tgan bu. Bo'ldi, dunyodagi eng cho'ng tuxum poshkili mana men keldi. Biroq sening qo'shig'ing rost. Men uni topolmadim. Giri, bugun narsalaringni yutirib yurgaysan bu. Mening yaxshi qo'lig'im beshonda bag'ishga yutib ketmabdi. Men doim yutirib yurmayman ku. Bir shum xabar bor. Tuxum po'shkili rekordini buzdigan ish kechikirgandek qiladi. Men yo'q tuxumni chaqishga yordam berman deb saqlab turgan. Kechiringlar, birmi tuxum qolmabdi. Hammasi yo'q turdi. U tuxumlar hargiz o'zligidan qochib ketmaydi. To'g'ri, cho'qim bir ish bo'ldi. Uxlash kiyimlik azimatlar atlanayli. Sana kirgizga quzg'unlayli. Shaharda har kuni kechida azmatlarni tarkib topgan bir atraf taxt bo'lib turdi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Emma bo'lsa, men mishk yapılan qiz. Giri bo'lsa, men patlıcık balvan. Konno bo'lsa, Men müşk yigit. Biz uxlash kiyimlik azimatlar. Biz cho'qim tuxumni izlab tepib uni chaqib etayli. Mening patlıcık balvan mashinamga o'tirayli. To'xtanglar birodarlar, men G'alida narsani tekshirib qo'ydim. Biz to'xtab qarab boqayli. Bu nima puroq, nima degan sesiq? Biz mush puroqqa agishib izdayli. Men mashinani to'xtatib qo'yib, uni sizlarni izlab boray. Ma'qul, patlıcık balvan, biroq nega to'xtatganingni nariga sanib qolman. Men hargiz mashinani yutirib qo'ymayman. Mashinani yutirib qo'yishim mumkin emas. Voy, yaxshimisan? Tayoq yegin kelgan o'xshamamdi. Aslida hamini sen qilib ekansan-da. Bu menga tuxum pishirib berishing uchunmi? Tuxum pishirish uchun emas, sesiq tuxum uchun. Bu sesiq tuxumlar mashinani ko'mib o'tishdan burun uni yushirib qo'yay. Patlıcık balvanning mashinani yushirish uniri. Yo'q. Siz tuxum jamshib qolgan mashinamni bunday yushirib qo'ysam bo'lmaydi. Kechikdim. Men uni boshqa yerga mang'uz etay. Bu tuxumlar rekord buzish uchun tayyorlangan. Men de tuxumlarni qaytirib aketgili keldim. Sen bu sesiq tuxumlarni demoqchimi? Men sesiqlashtirish mashinam orqali tuxumlarni buzib etdim. Shu uni chaqqanda nihoyat sesiq puroq chiqdi. Bu puroq rostla sesiqkan. Nihoyat tezda hammadam sesiq tuxumning purug'idan qochib uydan chiqamay o'ltirdi. Onda men hammani kontrol qila olayman. Sen eng yaxshisi tez qochqin. Sesiq puroq seni qo'g'lavadi-du. Sesiq puroq seni qo'g'lavadi-du. Nima degan qo'rqinchli. Men patlıcık balvan mashinam orqali bu puroqlardan qutula olayman. Bu uni nega to'xtatgan bo'g'iydi? Patlıcık balvan. Bu yana nima degan sesiq? Biz bu sesiq puroqdan tezroq qutulaylik. Biz darhol patlıcık balvanning mashinasiga o'tiraylik. U nerda? Sen onu yutirib qo'ymagansan? Albatta yutirib qo'ymadim, ammo biroq. Yaxshimisilar, uxlash kiyimlik azmatlar. Bo'lmasa uxlash kiyimlik sesiq qurtlar deb chaqiraymi? Men sesiqlashtirish uskunamni ochmoqchi.
Təqdaşsız sesixçilikni qabul qilishga tayyorlaninglar. Biz siz quloqlarga o'tiralaymiz, uxlash kimlik xizmatlar. Patmuch polvon mashinam bo'lmasimi, Romeoni to'siyolaymiz. Bu tuxumlar boshliqsizdimi sesiqkan? Albatta shundoqmi shigit. Mening sesiqlashtirish uskunam tuxumlarni intayin sesiq qilib yetdi. Patmuch polvonning mashinasining ichiga kirib olsak bo'g'ida. Qayerda Patmuch polvon? Demakchi bo'g'ini mashinaga kirib olmasakmi bo'ladi? Ya'ni bunda men demakchi, yana bunda, yo'shirni olsakmi bo'ladi? Yo'shirni olaylik. Lekin biz yo'shirnamaymiz-da. Voy, animay, bu yerdan tez ketaylik. Qochaylik. Bechora uxlash kiyimlik azmatlar. Ozroqla sesiq tuxumni ko'rib bardoshlik beramidinglarmi? Yo'shirni olgan bu chora yomon emaskan. Lekin biz sening mashinangga chiqib olsak shunda qila olamiz. U qayerda? U yerda. Tayyorlig'im hozirlab bitdi. Bir turkum yangi sesiq tuxumlarni sizlarga sovuqqa qilib keldim. Uxlash kiyimlik azmatlar. Bundaq sesiq biroq yana qanchalik chiday oladiganligimni bilmayman. Romeo o'zining tajribaxonasiga kirib olg'achqa uningga purmagan gap. Mening Patmuch polvonning mashinasiga bekmi kirib oldim? Mashinamni tepishga tezroq bizni boshlab Patmuch polvon. Bizga uning keragi yo'q, chunki Patmuch polvon sen nima qilmoqchi? Romeo sesiq tuxumni tayyorlayapti. Men uyuqsiz bir amal topdim. Nima? Bu narsa bilan sesiq tuxumni qanday to'sqilib bo'ladi? Mana bunda. Ensirmanglar, men hozir o'zimning qo'l kuchli qo'llanmam bilan bu puroqlarni haydayman. Bu mukammal nishon. Qo'yib berasan. Opla, Patmuch polvon. Ben sizlardim, bek için işli. Biz sana yordam qilib uni yuvitaylik. Sening mashinangdagi superga ishni ishlasak bo'ladi. Bizga nima qonun na'atligini topmaysan, uni yutirib qo'ymaganligingni jazmlashtira olasan, shundaqmi? Yo'q. Men uning na'atligini bilaman. Men faqat Romeoni qadoq to'sishni bilaman. Endi Romeo'mi ansirab boqsin. Darajadan tashqari dinozavr tuxumi. Bu men o'zimdan ko'rib boqmagan darajadan tashqari cho'ng tuxum ekan. Mening sesiqlashtirish uskunam unimi intayin sesiq qilib beradi. Falan bo'ldi qil. U dinozavr tuxumni olsang bo'lmaydi. Uni otmayman. Men buni yolg'onda otmoqchi bo'lib, uni qo'rqitib qo'ymoqchi. Joyingda midirlamay jim tur. Mukammal bo'ldi. Asta nima degan sesiq? Bu tuxum bak ko'nikan. Ishonamanki, u burunni sesib bo'lgan. Agar men uni yana sesiq qilsam, u dunyodagi eng sesiq tuxumga aylandi-da, uning purqiga hech kim bardoshlik bermaydi. Shuning bilan men dunyoga ega bo'la olmayman. Ishni ko'mamdigan, u dinozavr tuxumini ichiga qo'ydigan bo'ldi. Men qo'rqib ketgachga u dinozavr tuxumini og'atdim. Qo'rqib ketishimning sababi bo'lsa, sizlarga rost gap deyishga petinolmadim. Uxlash kimlik azmatdan o'tirg'i chiqdi. Men Patmuch polvon mashinamni rostila yutirib qo'ydim. Uni izlab tepishga menga yordam qilinglar bo'ladimi? Nima baldiroq demaysan? Sizlar doim meni unutqoq deysizlarmismi? Patmuch polvon, bizni kechirgin. Biz sening unutqoq emasligingni bilamiz. Bugun atiganda sen narsangni yutirib qo'yganliging uchun biz faqat chaqchaq qilib qo'ygan-ku. Endi uni yutib ketganligini bildik. Biz uni qaytarib kelaylik. Biroq biz yoshirinib olgan mashinani qanday topamiz? Bu oson. Patmuch polvonning darajadan tashqari yoshirin shuniri. Agar tuxumni ilib qolgan bo'lsa, u chiqib yoshiringan narsaning ustida degan gap. Tepiqinglarchi, mashinaga tuxumni kim otqandi? Romeo'mi? To'g'ri deding. Biz berib ilib qolgan tuxumni izlaylik. Etkirkes. Topdim. Biroq teximiz sesiqdek turadi. Mayli qandaqli bo'lsin, Romeo chiqib o'tmoqchi bo'lgan ilg'i g'oyat zo'r tuxumdek sesiq emas. Bo'ldi, uxlash kiyimlik azmatlar. Bu ish yuz berishdan burun Romeoni to'sishimiz kerak. Biz endi mashinamni topdik. Uni nima qila oladiganligini Romeoga bir ko'z tiqib qo'yaylik. Texmi ko'proq sesiq biroq simirgan dinozavr tuxumi. Bu tarixdan bu yoqqa eng sesiq tuxumga aylandi. Xeyli ko'p simirgandek qiladi. Sizlar meni to'syanmaysizlar, kishini bizlar qiladigan ablaqda. Bu sesiq tuxumni qo'yib beradigan vaqt keldi. Mashina shakli o'zgarsin. Men tutib oldim.
Usta, u yana qochib ketdi. Taliyinglar endi ondan kiliyvermaydi uxlash kiyimlik azmatlar. Yo'q. Patmichi polvon, nim qilyapsan? Xeyl yaxshi otdinglar uxlash kiyimlik azmatlar. Qani mening sevirda eng tez tuxumimni tutib Patmichi yiqinglar. polvon, u tuxumni chiqib qo'ysang bo'lmaydi. Men bir amal topdim. Super kelsin. Yaxshi qilding, Patmichi polvon. Yo'q, men o tuxumni cho'qim chiqib o'tishim kerak. Nima? Ha? Yo'q, bu yaramas. Jon. Sizlardan hisob kitobni ikkilar qatim olaman uxlash kiyimlik azmatlar. Endi bu cho'ng tuxumdagi sesiq puroqni chiqarib yetaylik. Cho'qilib ketgan tuxumlar yanada beksiz ekan. Biroq hozir mashinani topdik. Biz endi super kugish bilan shaharni tozalab chiqaylik. Ammo bu tuxumni muzixaga qapirib yetay. Uxlash kiyimlik azmatlar, birga tantana qilaylik. Bir kunda kechida qizimiz dunyoni. Yaxshi, birinchi tuxumni kim chaqadi? Qani kim? Men cho'qay. Buning sesiq emasligini umid qilaman. Oh.